yor jamoli. Pidal bashara xotin, ertaga uylantirsang egiz tug'diradigan bola hali ham so'zga shim o'tiribdi. Ha men nima qilay? Men so'skadan chiqara olmayapman bu bolangizni. Uni yo'li bor-ku, ota-bobolarimiz qo'llagan so'skadan chiqarish layfhakidan foydalanamiz. Oy, o'zim kiydi. Bolam yana so'zga shumasanmi? Yo'q, kerak emas. Unda so'zga bilan xayrlashuv marosimini qilamiz. Xotin nima qilyapsan? Ha, bola emizatdim. Uli katta bilan hali emizayapsan. Ha-da, so'skadan chiqardik, lekin sutdan chiqara olmayapman. Nima qilsam bo'larkin-a? Shu ham muammomi xotin? Mana uni ana o'qil. Ha. Mama kerakmi bo'lam? Yo'q, dada, kerak emas. O, ana xotin sutdan aramini chiqaradi-da. O'g'ey, uchuq yomon azоб beribdi-da. Xotin zilonga qaydaydi. Sen qanaqa xotinsan, hali ham pampers ishlatyapsanmi? Ha, chiqarib bering qo'lingizdan kelsa. O'zi qanaqa pampers ishlatyapmiz? 4 yildan beri Feri Baby olib kelasiz-ku dadasi. Tug'ilgandan beri shu pampers ishlatamiz. Umuman allergiya chaqirmas ekan. Barakasini aytmaysizmi? Arzongina o'rtasi yig'ilib ham qolmas ekan. Ona sifatida onalarga shuni tavsiya qilaman. Onalarni emsin. Azur bo'lsa ishlataver. Katta ham bo'lib qoldi dadasi, uyatdan bo'lib ketdi. Chiqarib bering. Ha, bo'ptimi? Choyda yaxshidammi? Odamlar yozyapti, choy yo'q-ku deb. Qancha bening qani. Ana siydi. Pampers kiyamizmi, bo'lam? Yo'q, bo'ldi, pampers kiymayman. Unda Fairy Baby pamperslar bilan ham xayrlashamiz. Paka. Bir yildan keyin ko'rishamiz. Tushunmadim. Men to'xtash niyatim yo'q. Harakatdan to'xtamadik, olg'a